Och yurishning organizm uchun foydasi borligini bilarmidingiz? Och yurish yoki ochlik terapiyasi inson tanasida o'ziga xos tarzda ta'sir qilib va ayrim sharoitlarda sog'liq uchun foydali deb hisoblanadi. Bu usul ilmiy jihatdan ham ko'p o'rganilgan va bir qancha ijobiy natijalarni ko'rsatgan. Uzoq muddat, ya'ni 16-20 soat och yurish hujayralarda avtofagiya jarayonini faollashtiradi. 2016-yilda Yaponiyalik olim Yoshinori Asumi avtofagiya jarayonini kashf etgani uchun Nobel mukofotini oladi. Bu jarayon eski va zarar ko'rgan yaroqsiz hujayralarning qismlarining yemirilishi va ularning qayta ishlanishini ta'minlovchi va bu holat saraton va yallig'lanishli kasalliklarning xavfini kamaytiradi va organizmni toksinlardan tozalaydi. Ochlik vaqtida organizm glyukozani tezda sarflab bo'ladi va keyinroq energiya uchun zaxira yog'larni yoqishni boshlaydi. Bu jarayon qon shakarini barqarorlashtiradi va yog'larning energiya sifatida ishlanishini holatini faollashtiradi. Ochlik davomida inson tanasida ruhiy tiniqlik va kognitiv samaradorlik yuzaga keladi. Natijada miya BDNF, ya'ni Brain Derived Neurotrophic omil darajasini oshiradi. Bu holat sizda xotirani kuchaytiradi, diqqatni jamlash va fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi. Och yurishning foydalari ko'p bo'lsa-da, buni ekstremal holatda olib borish zararli hisoblanadi. Ayniqsa homilador ayollar, diabet yoki yurak kasalligi bor insonlar, doimiy dori-darmon ichadiganlar ochlikni shifokor nazoratisiz amalga oshirmasliklari lozim. Shu bilan 90 soniya bo'ldi. Sizlar bilan Fazliddin. O'zingizni asrang.